Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzumiz tushuntirishni boshlayman. Bugungi mavzumiz en noaniq artikllar bo'yicha. O'z ingliz tilida ikki xil artikl bor, aniq artikl va noaniq artikl. Va biz bugun shu noaniq artikllarni ko'ramiz va bularga en kirar ekan. O'zi en nima? Noaniq artikllar en ingliz tilida birlikda sanaladigan otlar oldidan qo'llanadi asosan, ya'ni birlikdagi otlar oldidan. Ular ya'ni birinchi marta biror narsani aytishimiz yoki biror kishini ta'kidlashimizda en dan foydalanamiz. Bu degani shu narsa yangilik va birinchi marta qo'llayapmiz. Faqatgina birlik sonlar oldidan ishlatilar ekan va bu en artikli ko'plik va sanalmaydigan otlar oldidan ishlatilmaydi. Bu nima degani? Masalan, kitob, daftar, ruchka deymiz, to'g'rimi? Bular sanaladi va birlikdagi ot va buni oldidan biz ishlata olamiz. Lekin kitoblar, daftarlar, ruchkalar deganimizda esa en artiklini qo'llay olmaymiz. Va masalan, suv yoki go'sht, aytaylik guruch, uni sanab bilamizmi? Bitta suv, ikkita suv deb sanay olmaymiz. Shu sababli ham en artikli sanalmaydigan ot oldidan ham ishlatilmaydi. Lekin bu otlar oldidan, ya'ni sanalmaydigan otlar oldidan o'lchov birliklari kelsa ishlatilishi mumkin va darsimiz mobaynida buni ko'rib boramiz. Masalan, e'tibor bersak, I have a book. Menda bitta kitob bor, ya'ni bitta kitob bor. She is an engineer. U muhandis. Yoki I saw a dog. Men itni ko'rgandim. Ya'ni bitta itni ko'rgan. Shu ma'noda ishlatilyapti. O'zi biz qachon enni ishlatamiz? Birinchi ga keladigan bo'lsak, undosh tovushlar oldidan, mana undosh tovushlar oldidan artiklni ishlatar ekanmiz. Masalan, book, a book. Ya'ni B harfi bu o'zimizdagi B harfidek undosh harf bo'lgan sababli ham a book ishlatilyapti. Yoki a cat, a dog, a car, a teacher, a ball, ya'ni bitta koptok, bitta it, bitta mashina degandek. Va bizda istisno holatlar bor. Ya'ni bunda biz ishlatamiz. Harfi unli bo'lsa ham, ya'ni harf unli, lekin talaffuzda biz undoshni eshitgan holatimizda ishlatar ekanmiz. Masalan, university, ya'ni universitet. Buni university yoki university demaymizda, o'z o'qilish talaffuzida university va biz birinchi qaysi tovushni eshityapmiz? Ya'ni ya'ni university deganda eshitilyapti, to'g'rimi? Shu sababli ham ni qo'yamiz. Emas. Yoki European. Bunda ham yoki a $1 coin, a $1. Bunda ham undosh tovush kelayotgan sababli ham birlikdagi holdan ishlatyapmiz. Yoki mana masalan a one-way street, a European city, yoki uniform, ya'ni forma, a uniform, yoki mana yakkashoh bor, to'g'rimi? Yakkashoh. Bu ham unicorn. Ya'ni bu yerda unicorn yoki unicorn demayapmiz, tovushda unicorn, talaffuzda xuddi shunday aytiladi va shu sababli ham yozuvda unli bo'lishiga qaramasdan biz talaffuzga e'tibor berib ishlatar ekanmiz. Xo'p, ga keladigan bo'lsak, unli tovushlar oldidan ishlatiladi. Masalan, biz uchun mashhur bo'lgan so'z, to'g'rimi? Hamma biladi. Apple. An apple, an orange, an egg, an umbrella, an elephant. To'g'rimi? Ya'ni bitta tuxum, an egg yoki an umbrella, bitta soyabon. Lekin bunda ham istisno holat bor. Biz bilamizki h harfi undosh va bu yerda h harfi talaffuz qilinmasa, ya'ni ishlatiladi mana. Bu yerda biz hour demaymizda, o'qilishi o'zi aslida buni hour. Ya'ni birinchi qaysi tovushni eshityapmiz? Hour. H yozilgan, ya'ni h yozilgan bo'lishiga qaramasdan bizda hour, ya'ni an hour, 1 soat. An honest man, ya'ni vijdonli erkak. Bu yerda ham sifatga qarayapmiz, men honest man yoki an air ishlatilyapti.
Demak, shu so'zlarimiz unli tovush bo'lgani sababli, ya'ni unli tovush eshitilayotganligi sababli ham n dan foydalanyapmiz. H ga e'tibor bermayapmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, H harfi bilan yozilgan bo'lishiga qaramasdan talaffuzimizda birinchi unli bilan boshlangani sababli ham biz n artikeldan foydalandik. Bu yerda heir, ya'ni merosxo'r, voris sifatida kelyapti. Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Demak, ko'ramiz boyagi. Mana an apple, an egg, an orange, an umbrella, an hour. Yoki mana an MBA yoki an FBI yoki a university, a European, a one-day trip, a uniform yoki mana UFO, U. Ya'ni bu yerga asosan biz tovushga e'tibor berar ekanmiz. Keyingisi, ya'ni kasblar oldida qaysi artikl ishlatiladi? Bu ham ya'ni o'sha kasbimiz qaysi unlimi undosh bilan boshlanganiga qarab en ishlatar ekanmiz. Masalan, she is a doctor. U shifokor, mana D harf bilan boshlangan sababli ishlatilyapti. She is doctor deya olmaymiz, u noto'g'ri bo'ladi. He is engineer. U muhandis. I am a student. Men talabaman. She is an architect. Mana A, ya'ni unli tovush bilan boshlanyapti, shu sababli ham n ishlatilyapti. He is a teacher. U o'qituvchi. Xo'p, birinchi boya qoidada aytdik, ya'ni birinchi marta aytayotgan narsamiz haqida gapirilganda yoki n ishlatiladi. Agar ikkinchi marta shuni davom ettirsak, ya'ni uni aniqlashtirib kelsak, z aniq artikl ishlatilar ekan. Masalan, I saw a dog yesterday. Masalan, men kecha bir it ko'rdim. To'g'rimi? Qandaydir bir it ko'rgan. The dog was black. Ya'ni o'sha it qora rangda edi. Ya'ni o'sha kecha ko'rgan iti aynan qaysi rangda edi? Qora rangda ekan. Shu sababli ham men uni aniqlashtirib kelyapti va z kelyapti. Ya'ni umumlashtiradigan bo'lsak, en yangi ma'lumot uchun ekan, z bo'lsa tanish ma'lumot uchun ishlatilar ekan. Keyingi ma'nosi, en artikllari ba'zan bir dona ma'nosini ham anglatadi. Masalan, aytaylik, meni bir dona singlim bor. Ya'ni meni bitta ukam bor deyman. Xuddi shu ma'noda en artikldan foydalanar ekanmiz. Masalan, I have a sister. Meni bitta singlim bor. Yoki mana can I have an egg? Ya'ni bitta tuxum olsam bo'ladimi? Bu yerda ham en, ya'ni bir dona tuxumni aytyapti. Lekin tuxumlarni olsam bo'ladimi deb 2 va undan ortiqqa nisbatan aytsa, can I have eggs bo'ladi. Ya'ni bu yerda n ishlatilmaydi-da, igga s qo'shiladi. Bu yerda n bitta ma'noni bildirayotganda, to'g'rimi? Bu yerda yana ko'plik keldi, shu sababli ham n tushadi-da. N ni tushirib qoldiramiz va igga s qo'shimchasini, ya'ni o'zbek tilidagi s harfini qo'shib qo'ysak, ko'plikni bildirar ekan. Demak, bu ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Narx va tezlik ifodalari. Ya'ni, masalan, 1 soatda soatiga 50 km yurdi demoqchi bo'lsak, 50 km an hour. Yoki 30 miles an hour, soatiga 30 mil yurdi. Yoki biz aytamiz, haftada 3 marta ingliz tili darsim bor. I have an English course 3 times a week. Ya'ni, haftasida 3 marta ingliz tili kursim bor degan ma'noda. Yoki narx ifodalari. $10 a kilo, kilosi $10, $3 a liter, litri $3 ekan, ya'ni 1 litr. Xo'p, bu yerda once a day, kuniga bir marta, ya'ni har ma'nosida per dan ham foydalansak bo'lar ekan. Okay. Undalmasi unli bo'lmagan tovushdan oldin ishlatiladi. Ya'ni what a beautiful day. Qanday ajoyib kun deymiz, qanday chiroyli kun. Yoki what a sunny day. Qanday bir quyoshli kun bo'libdi-ya deymiz. Ya'ni bu yerda ma'nodagi sunny, beautiful ga qarab, ya'ni sifatga qarab biz mana sunny undosh bilan boshlanyapti, olyapti shu sabab bilan. Yoki beautiful, chiroyli. Beautiful, undosh bo'lgani uchun olyapti. Yoki mana masalan, what
an amazing. Xo'p. Demak, what an amazing idea. Bu yerda an ya'ni unli harfi kelganligi sababli ham n dan ishlatyapmiz, unli kelgan uchun what an amazing idea. Yoki mana what an exciting match. What an interesting story. Masalan, story hikoya, to'g'rimi? Va biz bu hikoyaga e'tibor bermaymiz-da, ya'ni undosh bilan boshlanyapti-ku, ni ishlatishim kerak emas. Ya'ni bu hikoyani aniqlashtirib kelayotgan sifat birovni oldin, qiziqarli. Ya'ni unli harf bilan boshlanyapti, shu sababli ham n dan foydalanyapmiz. What an interesting story. Demak, qisqartmalar bilan kelishi. Masalan, bu yerda ham unli tovush bilan boshlanadigan qisqartmalarda, ya'ni tovush muhim ekan. MBA, to'g'rimi? MBA da mana M undosh harf, lekin tovushga e'tibor beryapmiz. NMBA yoki NFBI yoki masalan UFA deya olmaymiz yoki UFA deya olmaymiz, UFA yoki UNESCO emas, UNESCO bo'lar ekan. Ya'ni harfga emas, talaffuzga e'tibor qaratar ekanimiz. Endi bu yerda ko'plik otlar bilan, ya'ni ni ishlatilmasligi bo'layotgandek. Bu yerda books deya olmaymiz. Ya'ni birlikni bildiradi va bu yerda booksdagi s qo'shimchasi ko'plik bor. Shu sababli ham tushib qoladi. Books kitoblar yoki cars xato bo'ladi. Cars to'g'ri bo'ladi. Students emas, students to'g'ri bo'ladi. Endi sanalmaydigan otlarga keladigan bo'lsak, sanalmaydigan otlarimiz bilan ham n ishlatilmaydi. Masalan, water deya olmaymiz. Ya'ni bitta suv, ikkita suv, uchta suv deya olmaymiz. Water, suv yoki rice, bitta guruch, ikkita guruch deb sana olmaymiz, to'g'rimi? Rice yoki advice emas, yoki advice emas-da, advice maslahat. Ya'ni bu ham sanalmas ekan. Lekin bu so'zlarimiz sanalishi mumkin qachonki o'lchov yoki idishlar bilan ishlatilganda. Masalan, a bottle of water, to'g'rimi? Bir butilka suv. Yoki a glass of water, bir stakan suv deganimizda stakan va butilka borligi sababli ham biz uni sanay olyapmiz. Ya'ni bu yerda 2 bottles of water desak ham bo'ladi ko'plikda. Ya'ni 2 butilka suv bo'lar ekan. Yoki a piece of advice, bir nechta maslahat. A cup of tea, bir finjon choy. A glass of milk, bir stakan sut. A bag of rice, bir paket guruch bo'lar ekan. Ya'ni esimizdan chiqmasin, qachonki o'lchov birliklari bilan ishlatilganda n dan qo'llasak bo'lar ekan. Endi masalan bu yerda xato qilmaslikni ko'p chiqamiz. Ya'ni ko'pchilik xato qiladi shu joylarda, to'g'rimi? Mana an university emas, a university bo'lar ekan. A apple emas, an apple. A hour emas, an hour bo'lar ekan. Yoki an European emas-da, a European bo'lar ekan. An one day trip xato, a one day trip to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni bunda talaffuzga e'tibor qaratyapmiz. Xo'p, bu yerda boya takrorlagan so'zlarimiz qaytadan bir o'zingiz ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Esda qolishi uchun mustahkamlab olasiz. Va bu yerda o'rgangan mavzumizni mustahkamlab takrorlab olishimiz uchun mana mashqlar berilgan. O'zingiz mustaqil mashqlarni bajarishga harakat qilib ko'ring va oxirida javoblari ham berilgan, mustaqil tekshira olasiz. Agar darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat.